hozir Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani So'rchi 52 filiali bilan hamkorlikda mana oq piyoz yetishtirish jarayoni mana hozirgi kundagi ahvoli 5 gektar joyga oq piyoz ekilgan. Xalq banki bilan birgalikda hamkor shartnoma asosida hozirgi kundagi piyoz holati 5 gektardan 60 tonnadan 300 tonna piyoz olish rejalashtirilgan. Mana hozirgi kunda piyozlar narxi kilosi 4000 so'm atrofida. Shu hisobga 1 milliard 200 million so'm daromad olish rejalashtirilgan. Mana shu 5 gektar joydan shu bugungi kunga qadar tabiiy mineral o'g'itlardan foydalanilgan 6 oy davomida parvarish qilingan. Ishchilar tomonidan mana hozirgi kundagi piyoz holati juda yaxshi holatda. Xudo xolasa yaxshi daromadga erishib